Tanishing, bular mana onam. Nima? Farhod aka oilangiz nogironmilar? Alloh sinov kelib, shunaqa bo'lib qoldi. Farhod aka, men nogiron ayolga qarab umrim o'tishini xohlamayman. Meni o'zimga yarasha orzu-havaslarim bor. To'ydan keyin alohida yashaymiz. Mayli, lekin onamchi? Onam kim bilan yashaydi? Farhod aka, nogironlik uylari bor. Bizdan ham yaxshi qarashadi. Sharoitlari juda ham yaxshi. To'ydan keyin tez-tez borib xabar olib turamiz. O'zimiz maza qilib yashardik. Bilasanmi? 30 yildan beri onam o'zlari yemasdan menga yedirdilar. Bolam hech kimdan kam bo'lmasin deb kecha kunduz ishladilar. Endi oyoqlari ishlamay qolganida nogironlik uyiga olib borib tashlayman. Farhod aka, men nogiron ayolga qarayman deb sizga erga tegmayapman. Meni o'zimga yarasha orzu-havaslarim bor. Senga oxirgi imkoniyatni beraman. Agar xohlasang, men shu uyda onam bilan birga yashaymiz. Nima desalar, shuni qilamiz. Agar xohlamasang, Nima xohlamasam? hammani guvohligida sana javobingni berdim. Nima? To'y bo'lmaydi, qarochi. Bolam, meni kechir. Shunday quvonchli kuningda ham nogironligim pand berdi-ya. Ona, nima bunaqa deysiz? Biroq qilgan amalimiz bor ekan, Alloh bizni bir asradi. Xotin topiladi, lekin ota-ona qadrini uni yo'qotganlar biladi.